Assalomu alaykum o'rtoqlar. Dunyoda ommalashib borayotgan suyuq poliuretan mahsulotlari bilan tanishtiraman. Mana bu qadoqdagi suv asosidagi suyuq poliuretan mahsulotimiz hisoblanadi. Ikkinchisi neft asosida suyuq poliuretan hisoblanadi va uchinchisi aerozol ko'rinishidagi neft asosida suyuq poliuretan mahsulotimiz hisoblanadi. Suv asosidagi suyuq poliuretan mahsulotimizni jentirani eshigida ikki sloy sepamiz va ustidan bron vositasi bilan qoplab turib ikki sloy tekshiramiz. Buni asosan offroad rivojlanyapti. O'zbekistonda offroad mashinalariga sinov tariqasida sepib ko'rmoqchimiz.